ammo bir fayom oxirining makotibahoy xususiga, madarislarga, dorin nozirayki ki bor mayda tifillarda masojidlarga hofizlarimiz o'qitadi. Risolatni muqaddam bilsinlar tijoratdan ko'ra. Innama bu'istu mualliman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ummat, men o'zim muallim bo'lib mab'us bo'lganman, payg'ambar bo'lganman. Bu risolatda tijorat bo'lmasinki, Xudoy noxosta afrod va ashxoslarda bolalarini yig'ishlikdan sarmoyasini bilan yetishlik bu niyat bo'lmasin. Kullu dunyoni ham bir kalimaiki mayda bir bolaga dars beramiz, kullu dunyoni evaziga bersangiz uzilayotgan narsa emas. Olim Buxoro ki bir ro'z xohlaydilarki, bor Buxoroning madorislaridan, Buxoroning kichkina Doril Hifoz, Dorin noziralaridan va makotiblaridan bir dafa nazorat qilsalar, bir joyga, bir viloyatga hamma ahli qalamlar kattalar yig'ilgan ekanki, faloni so'yib keladi. Vaqtiki boradilar o'rga, birin ustozlardan so'raydi. Bir ustoz aytadiki, men faloni katta kitobda dars aytaman. Bir degasi aytadi, sohib men ustoz, hasil, mutaallim kattalarni iftixor bilan aytadi. Shularni ichiga bir ojizgina bir qarri bo'ba o'ltigan ekanlar. Sohib, siz nima uchun ses chiqarmaysiz? Siz ham aytingki, bor nima dars berasiz bu jamiyaga? Aytdilarki, 40 yil bo'ladi bajuz az haftiyak sobiqa aytdi. Hozirga banomi qoida deymizki, mayda tifillarimiz tillari osta-osta tuzalayotgan bachalar o'qiydi. 40 yildan beri mana shundan boshqa dars men ayta olmayman deydi. Shu Shayxul Qur'on yo shu Shayxul Hadis haqiqiy Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi joyiga o'ltirgan kishi edilar. Joylaridan turdi, ko'zidan yosh keldi. Tilginayizda otajon bir chiqaring, bir o'pay, shu ham meni kaforai gunoh bo'lishligiga sabab bo'ladi. Asli asosiy va bunyodiy ishni jami islomiga siz qilayapsizlar. Sohib, mayda bolalarni yig'ib bersangiz, dars bersangiz qanday? Muallim inog'abiz xafa bo'ladi. Bir mudarrisga, bir olimga aytsangiz-ki, mayda tifillarda dars bersangiz, sohib qanday? Yo bir barnoma tuzatsangiz, har haftaga 2 ro'y shu mayda tifillarni borasiga bir nasihat qilsangiz, o'zlari qip-qizil bo'ladi. Valo ketirib meni kim bilan barobarladi? Maydagina bolachalar bilan, tifillar bilan o'zini yuva olmaydi, qo'lini yuva olmaydi, hatto qilar ishini bilmaydi. O'sha pilla bo'ladiki, jamiyani sutun fuqarotini bizga sindirdi. Sutun fuqaroti jamiya sindi, inson u jamiya nima bo'ladi? Nasora notavon bo'ladi.